Nega xodimlar sizni eshitmaydi? Siz xodimga gapirasiz, ammo u siz nima demoqchi ekaningizni eshitmaydi. Siz vazifa berasiz, ammo u bajarmaydi. Bu sizning ovozingizning kuchsizligi emas, bu natija mezoni yo'qligidir. Xodim sizni emas, natijani eshitadi. Xodim nima qilish kerakni eshitadi. Lekin qanday natija keltirishi kerakni his qilmaydi. Natija mezoni buyruq emas, orientir. Xodim sizni eshitmaydi emas, bu shunchaki qaysi tomonga qarab yugurish kerakligini his qilmayapti. Xodim sizni eshitmaydi emas, u shunchaki natija tilida gapirishingizni kutyapti. Vazifadan oldin maqsad, yakun ko'rinishi, o'lchov. Siz buni aytsangiz, sizni eshitadilar. Aytmasangiz, vazifa bajarilmaydi. Xodim sizni eshitish uchun ovozni ko'tarish kerak emas, natijani aniqlashtirish kerak. Natija mezoni yo'q vazifa quruq gapdir. Men sizga natija mezonlarini individual tarzda joriy etishga yordam bera olaman.